Assalomu alaykum o'zgarliklar. Men Allohxonov Ziyovuddin, yoshim 41da. 15 yillik ish tajribasiga ega intervension kardiolog shifokorman. Men Hatamov Olimjon Mirzakasimович, 15 yillik tajribaga ega vrach nevropatologman. Faoliyatim davomida ko'plab yurak kasalligi bor bemorlarga stentlash amaliyoti bilan, xususan o'zgarlik bemorlarga ham yurak tomirlariga stentlash amaliyotini o'tkazib, infarkt kasalligini davolash yoki yurak ishemik kasalligini davolash ishlarini amalga oshirganman. Ko'p yildan beri o'z faoliyatimni Andijon shahridagi Impuls klinik shifoxonasida davom ettiraman. Hozirgi kunda Andijon shahridagi Sehat xususiy ko'p tarmoqli klinikasida va Andijon davlat tibbiyot institutida faoliyat olib boraman. Sizda va yaqinlaringizda nevrologik kasallik shikoyatlar bo'lsa, 11-may kuni O'zgan shahrida o'z konsultatsiyalarimizni o'tkazamiz. Yurak kasalligi bor O'zgan xalqi uchun bu ajoyib imkoniyat. Quyidagi raqamlar orqali hoziroq konsultatsiyamizga yoziling. Joylar soni cheklangan. Konsultatsiyamizda kutamiz. 11-may O'zgan shahri.